Tayyor uchastkamiz sotuvga chiqyapti. Uchastkamizning orqa tomonida xuddi shunaqa bepoyon dala bor ekan. Kelajakda bu tomondan katta yo'l tushib proyekt qilingan ekan. Oldi tomonda ham kattagina ko'chasi bor, asfalt qilingan. Kommunikatsiyalardan muammo yo'q. Maktab, bog'cha, masjid juda ham yaqin atrofda joylashgan. Yangi O'zbekistondan 3-4 kilometr, Yangi Toshkentdan 2 kilometr masofada joylashgan shu uchastkamizning ma'lumotlari bilan tanishtiradigan bo'lsam, yer maydoni 5,5 sotixdan oshiqroq. Umumiy 5 ta xonasi bor ekan. 3 ta sanuzul hojatxona, oshxona, xullas kelib maza qilib yashasangiz bo'ladi. Ozgina remontlari oxirgacha bitmagan ekan. O'zingiz sotib olganingizdan keyin ko'ngilingizga moslab, chiroyli qilib, naveslar qilib, steshkalar qilib, oilangiz bilan maza qilib yashaydigan uchastka qilib olsangiz bo'ladi. 115 ming so'rayaptilar. Yana kelib bemalol savdolashib, shu uchastkani xarid qilsangiz bo'ladi. Bu videoni Yangi Toshkentga yaqin atrofda tayyor uchastka qidirib yurgan yaqiningizga yuborib qo'ying.